Biz har kuni iste'mol qiladigan mahsulotlar saratonga olib kelishini bilarmidingiz? Agar bilishni xohlasangiz, rolikni oxirigacha tomosha qiling. Chunki bu rolikda aynan saratonga olib keluvchi mahsulotlar, ya'ni kanserogenlar haqida gaplashamiz. O'z so'zidan kelib chiqib, kanser lotincha, saraton, gen esa yaratish, paydo qilish degan ma'nolarni bildiradi. Shunday ekan, bular qaysilar? Qaysi mahsulotlar xavfli va ulardan qanday qochish kerak? Bugun shu haqida gaplashamiz. Kanserogen mahsulotlar tarkibida saraton chaqirishi mumkin bo'lgan kimyoviy moddalar mavjud. Bu moddalar organizmdagi DNK tuzilishini o'zgartirib, hujayralarning nazoratsiz o'sishiga sabab bo'lishi mumkin. Quyida kanserogen moddalar va ularni qanday mahsulotlarda uchrashini ko'rib chiqamiz. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti kanserogen moddalar orasida qayta ishlangan go'sht mahsulotlari birinchi o'rinda turishini ta'kidlab o'tishgan. Chunki qayta ishlangan go'sht mahsulotlarida nitrit va nitratlar saqlanadi. Ular organizmga tushgach, nitrozamin deb ataladigan kanserogen moddaga aylanadi. Va nitrozaminlardan yo'g'on ichak, oshqozon va qizillo'ngach saratoni xavfi oshishi aniqlangan. O'zida nitrit va nitratlar tutadigan qayta ishlangan go'sht mahsulotlariga kolbasa, sosiska, dudlangan go'sht mahsulotlari, konserva go'shtlari, ba'zi pishloq turlari kiradi. Va ikkinchi o'rinda trans yog'lar, gidrogenlangan yog' mahsulotlari turadi. Trans yog'lar yurak kasalliklari va semizlikka olib kelishi bilan birga saratonga olib keluvchi yallig'lanish jarayonlarini kuchaytiradi. Bularga margarin va margarindan tayyorlangan mahsulotlar, fast food mahsulotlari, burger, kartoshka fri va boshqalar, qandolatchilik mahsulotlari, pechenye, kruassan, tortlar, chipslar va shirin nonlar kiradi. Saraton keltirib chiqarish xavfi bo'yicha sut bezi, oshqozon osti bezi va yo'g'on ichak saratonini xavfini oshiradi. Va uchinchi o'rinda akrilamidlar kiradi. Akrilamidlar to'g'ridan-to'g'ri DNKga zarar yetkazadi va saraton hujayralarini rivojlantiradi. Akrilamidlar yog' bilan birgalikda 120 gradusdan yuqori pishirilgan oziq-ovqatlarda hosil bo'ladi. Bularga yuqori haroratda qovurilgan kartoshka frilar va chipslar, yuqori haroratda qizartirib pishirilgan nonlar, yuqori haroratda qattiq qovurilgan go'sht va baliqlardan kelib chiqadi. Va benzopiren va boshqa polisiklik aromatik uglevodorodlar saraton xavfini oshiradi. Bular yog'li mahsulotlar yuqori haroratda yonib pishirilganda benzopiren moddalarini hosil qiladi. Bularga ko'mirda yoki olovda pishirilgan go'sht va baliqlar, kaboblar ham shular orasiga kiradi. Dudlangan mahsulotlar, avtomobil chiqindi gazlari bilan ifloslangan mahsulotlar va benzopirenlar o'pka, jigar va oshqozonni mo'ljalga olishadi. Va e'tiboringizni tortadigan aspartam mahsulotlari atrofimizda keng tarqalgan va iste'molimizda ko'p uchraydigan moddalardir. Aspartam organizmda metanol va fenilalanin kabi zaharli moddalarga parchalanadi. Ba'zi tadqiqotlar unga bosh miya o'smalari va qandli diabet bilan bog'liq xavf tug'dirishi mumkinligini ko'rsatgan. Va aspartamlarga biz eng ko'p tobe bo'lgan gazli ichimliklar Coca-Cola, Fanta, Pepsi mahsulotlari kiradi va saqich,lar ayrim farmatsevtik vositalari o'z ichiga oladi. Va siz zarar ekanligini bilgan oziq-ovqatlarga qo'shiluvchi rang mahsulotlari ham saraton xavfini anchagina oshiradi. Bularga rangli ichimliklar va sharbatlar, marmelad, konfetlar, mevali yogurtlar, fast food va chips mahsulotlari kiradi. Bular nafaqat kanserogen omillar qatoriga, balki allergiyalarni qo'zg'atishi yoki gormonal funksiyalarni buzilishiga ham olib keladi. Va siz tasavvur qilmagan shakar ham saratonga olib keladi. Oldingi roliklarimda shakar qomatni buzilishiga
va qarish jarayonini tezlashishiga, ya'ni glikatsiya jarayonini tezlashishiga olib kelishi haqida ma'lumot bergandim. Bu safar shakar saratonga olib kelishi haqida aytib o'tmoqchiman. Shakarni ko'p miqdorda iste'moli organizmda glyukozani miqdorini oshishiga olib keladi. Organizmda glyukoza miqdori oshgandan so'ng oshqozon osti bezida insulin chiqarilishi haqida signal boradi. Organizmda qancha qand miqdori yuqori bo'lsa, insulin ham shuncha ko'p ajraladi. Insulin organizmda ajralishi esa saraton hujayralarini rivojlanishiga qulay muhit yaratib beradi. Va undan tashqari bisfenol A plastik idishlarda uchraydi va organizmda gormonal muvozanatni buzadi. Organizmda gormonal muvozanatni buzilishi saraton xavfini oshishiga olib keladi va alkogol jigar, oshqozon va qizillo'ngach saratoniga olib keluvchi omillardan eng yuqorilaridandir. Endi esa kanserogen moddalarni ta'sirini pasaytiruvchi usullarni sizlarga aytib o'taman. To'g'ri ovqatlanish, tabiiy va yangi mahsulotlarni iste'mol qilish, ko'proq sabzavot va mevalar iste'mol qilish saraton xavfini anchagina kamaytiradi. Va ko'chada tayyorlangan taomlardan ko'ra uy sharoitida tayyorlangan ovqatlarni tanlash, qovurish va kuyishdan qochish, bug'da pishirish, dimlash yoki pechda tayyorlangan yaxshiroqdir. Dudulangan mahsulotlardan voz kechish, chunki ularda yuqorida aytib o'tganimizdek benzopirin kanserogen moddasi bor. Ichimliklarga e'tibor berish, ko'proq toza suv ichish organizmdagi toksinlarni chiqarishga yordam beradi va tabiiy o'simlik choylari va sharbatlardan foydalanish, chunki ko'k choy tarkibida antioksidantlar mavjud. Va yangi plastmassa idishlardan voz kechish, shisha yoki zanglamaydigan po'lat idishlardan foydalanish foydaliroqdir. Va ayollarimiz esa kimyoviy qo'shimchalari kam bo'lgan kosmetika va gigiyena vositalarini tanlashi juda muhim. Aktiv turmush tarziga rioya qilish va immunitetni mustahkamlash. Har kuni kamida 30 daqiqa jismoniy faollik, yurish, yugurish yoki sport bilan shug'ullanish. To'g'ri uxlash va stress, chunki stress immunitetni pasaytiradi. Bu esa saraton xavfini oshiradi. Yuqori sifatli vitaminlar va antioksidantlar iste'mol qilishi saraton xavfini anchagina pasaytiradi. Va atrof muhit ta'sirini kamaytirish, havosi toza hududlarda yashash yoki havo filtrlari ishlatish va zararli odatlardan cheklanish juda muhim, chunki tamaki tutuni eng kuchli kanserogenlardan biri hisoblanadi. Ushbu qoidalarga rioya qilishga harakat qiling. Siz bilan bo'lishmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Rolik foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Kerakli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.